Assalomu alaykum Farhod akani obunachilari. Bitta atkaz olgani shu rasmlarda noto'g'ri ketib qolgan ekan. Oldingi Biz Amerikaga ketyapmiz diyordiki, haligi уже o'zgardi, kulib, "Salchi" dedi. "Viza tasdiqlandi, tabriklaymiz" dedi. Assalomu alaykum qadrli obunachilarimiz. Mana yana bugun yana bir mijozimiz vizasini olib chiqishdi. Shu hozir bugun mana qanday taassurotlar bo'lgan o'zlaridan bir eshitamiz. Ana undan keyin qanday savollaring bo'lsa o'sha kommentariyada bemalol qoldirishinglar mumkin bo'ladi. Assalomu alaykum Farhod akani obunachilari. Amerika orzusida yurgan yurtdoshlar. Shu biz bugun vizalarimizni tasdiqlatib olib chiqdik. Farhod akani sharofati bilan. Endi sababchimiz, avval-oldindan hammasi. Endi 4 kishi bular. Ya'ni ayoli o'zi, ikkita farzandi. Endi hammaga qiziqtirgan savol bu ichkaridagi jarayon kirishingizdan boshlab. Endi qolganini biz keyin aytib o'tamiz nimalarligini. Siz o'sha ertalab o'sha 8 damisizlar yo 9 dami? 9 dedi. O'sha jarayonni aytib bersangiz hammaga qiziqda bu endi. Shuning uchun boshidan aytib bersangiz. Xo'p, suhbat vaqtimiz 18-noyabrda belgilandi. Soat 9da. 9dan ertaroq borib qoldik biz soat 7larda. Biz o'zimizni vaqtimizni kutmadik, nimaiki elchixonaga kirishdan oldin O'zbekistonda KPP Milliy gvardiyaga uchrab, yerda bir qator ro'yxatdan o'tilar ekan. Qarasa o'chir ko'p, biz уже 9da kutmadik, soat 7:30da уже o'chirga turib, shu hamma kabi shu o'chir bilan KPPdan уже to yozdirib ichkariga kirganimizgacha уже 8dan o'tib qoldi. Ertaroq boraverdinglar. Ertaroq boraverdik. Endi hammaga maslahat shu vaqtni kutmasdan 10 bo'ladimi, 9 bo'ladimi, 7:20da boshlanar ekan. 7:20da o'chirga turgan ma'qul ekan. Ertaroq boravergan. Nimaiki vaqtdan yutadi, bolalari kichkina bo'lsa, hali to'pana bormaydi, ertaroq kirib, ertaroq chiqadi. Yaxshi. Shundan keyin KPPdan o'tdik. Уже pasport tekshirar ekan. Kunda o'chirdamisiz yo'qmi? Tekshirdi aynidan. Keyin mana eshikdan kirdik. Eshikdan kirganda уже face control, полный проверка, telefon bormi, yo'qmi, kamarlar yechib, как aeroportdan kirgandek, shunday o'tdik. Keyin 22-23 bizga bejik taqdi. Shu nomer bilan chaqiradi dedi. Shu bilan yo'lni ko'rsatishdi. Yo'l bo'ylab kirdik. Eshikdan kirganimizda shu o'zbek xodimlari endi American skillda shular ham kutib olib, yutgan applikantni so'rashdi, kim yutgan. Yutgan odamga necha kishi bo'lsangiz, shularga papka beryapti. Spiska bo'yicha dokumentlaringni hammalaringga alohida qilib taklanglar deb. Bizniki endi tayyor edi. Farhod aka bizga oldinroq halla qilgandi. Ketma-ketligini uyda taklab olganligimiz bizga nima deydi hali vaqtdan yutdik. Xullas, ichkariga kirsak hammalik kashqa bo'lib. Ko'pchilik aytmaydi, masalan, hali qog'ozchani bermaydi, sizga bermaydi. Tartibi bor. Yaxshi, Farhod aka bizga o'sha tartib bo'yicha qog'ozchasini berdi, o'sha bo'yicha biz nima qilib sog'gandik, papkalarni отдельно qilib. Meniki tayyor dedim. Eshikda desam, bitta ko'rdi, fayl papka. Bo'ldi, o'tiring dedi, to'lov qiling dedi. Papkani hisob olishingiz bilan sirasi to'lov qildiryapti. 3-oynada to'lov qildik. 330 dan. To'lovni qilib bo'ldik, keyin kutib turing dedi. 5-6-oynaga chaqirishadi dedi. Shu dokumentlarni olib nima qilish kerak? 6-oynaga chaqirdi. Ularni applikantlar chaqiryapti. Shu to'rtta fayl bilan bordim. Chetda bo'lganmisiz? U ham qisqa bir so'rab oldi. Chetda bo'lganman.
qaysi til qulay dedi. O'zbek tilida bizga qulayroq deb o'zbek tilini tanladik. Shu hamma yo'lni ko'rib tekshirib oldi, o'tirib turinglar, chaqirishadi dedi. Shu bilan kutib o'tirib turdik. Bizdan oldin bir 8 tacha odam o'tdi. Uning ichida bitta отказ olgani. Shu rasmlarda noto'g'ri ketib qolgan ekan. Oldingi rasmniki. Oldingi rasm bo'lsa kerak deb o'yladim. Nima xatolik dedim. Endi yerda odam ko'p, keyin hali turib so'rab nima qilishgan noqulay. Biz endi yonimizda o'tirganlik uchun nima bo'ldi desam, bizda rasmda xatolik bor ekan dedi. Shu endi xomushligiga men jamcha savol bergizam kelmadi. Bergim ham kelmadi. Shu bilan ular chiqib ketdi. Endi bizda ham endi hayajon kuchayishni boshladi. Bizdan oldingilar tezda o'tyapti. Bir ham 2-3 ta savol o'tib ketishyapti. Hali viza tasdiqlanyapti. Endi biz ham xursandmiz. Haligilarni ko'rgandan keyin qandaydir hayajon bosdi. Shu bilan bizga navbat keldi. 23-7-oyga keling dedi. Qaysi tilni tanlasangiz, o'sha tilda chaqirar ekan. Rus tilida tanladingiz, ruschada chaqiryapti odamlarni. Ingliz tilini tanladingiz, ingliz tilida chaqiryapti. Biz endi o'zbekdaligimizga o'zbekchalab chaqirdi. Shu 7-oyga bordik. Bordik, endi hayajon bor. Keyin men bilan so'rashdi. Keyin bolalarim bilan so'rashib, keyin suhbat boshlandi shu bilan. Mendan so'ralgan narsalar chetga chiqqanmisiz dedi. Chiqqanman desam, Rossiya, Qozog'iston dedi. Deb turib, keyin men Yevropani ham qo'shdim. Endi ikkita joyda aytdi. Yana ikkita joyga prosta mehmonga borib kelganman. 6 oydan ko'p yurmaganman. Ularni ko'rdi. Ko'rgandan keyin bilsangiz, diplomimizni ilovasi dublikat. Dublikatdan ushlab oldi. Yo'qotib qo'yganmisiz deb sirazi aytdi. Ilovani o'zi ko'rdim, ilovani ko'rib, aytdim, "Ha, yo'qotib qo'yganman" dedim. Bordik. Yana esdan chiqdi, qasamyod qildik. Rost gapirish. Rostmi? Mana dokumentlar hammasi o'sha pul bilan qilinmaganmi deb nima qildi. Biz qo'l ko'tarib shu aytdik, shu rostligini. To'g'ri. Shu keyin ilovani men aytdim, dublikatligini aytdim. Sal nimasi o'zgardi. Endi tushunyapti. Shubha paydo bo'lishi boshlandi. Kulib turgan ham sal jiddiylashdi. Keyin maktabni so'radi. Maktabni bitirgan yilini so'radi. Keyin kollejda o'qigan ekansiz, qanaqa fanlar, asosiy fanlar o'tilgan dedi. Endi bilsangiz, bu yerda maktab darsliklari ham bo'lib turib, keyin maxsus fanlar keladi. Keyin maxsus fanlar keladi. Shu qaysi sohada o'qigan bo'lsangiz, o'sha sohaga doir savollarni so'rovdi. Men o'zi 15 tacha bordi endi maxsus fanlar. Kompyuterda o'qiganligim nima diplom kompyuter programmistlik, programmist operator yozilgan. Operator yozilgan. Endi hali joyda hayajonda hali yodlayotgan narsalar ham esdan chiqib qoldi. Shu bilan men EXM operatori, EXM tarmoq dedim. 3-sidan keyin o'zi hali sal duduqlanishni boshladi. Ayolim endi sal eshitilmas endi sal miyig'ida gapirib turuvdikki, shu bilan kichkinamizni bilasiz, sal sho'xroq. Shu narsa bizga jicha foydaga bo'ldi. 2-3 marta eshitishim mana shu yildagi suhbatda, ya'ni bolacha tufayli sal situatsiya o'zgardi. Situatsiya o'zgardi. Bizni qutqarib qoldi desa ham bo'laveradi. Shu bilan bu ayni bo'lsa, nimasi? Balakonligi. Kallasi yetmay turibdi, pastda taburetga qo'yib qo'ygan ekan shu yosh bolalar uchun. Tortib berdim, chiqdi. Endi bu yerda kallasi ko'rinib turibdi. Imенно shu savolni ustiga keyin bu ham gapirdi unga qarab. Endi odam bilan sal hali erkalab ham
gapiradigan odati bor. Ha. Endi biz yaqin kirgunimizgacha kimni ko'rsa eshitdingizmi, biz Amerikaga ketyapmiz deyordi. O'g'lingiz yo'q. Bog'chalarida o'rtoqlariga kim bo'lsa aytib yurib shu narsa Abdulloh bizga Fayzulloh kishiga shu narsa bizga plyusga o'ynadi desa ham bo'ladi. Shu bilan mayli duduqlanib turgan, o'ylanib qolgan momentda bu уже gapirib yubordim qizga qarab, qo'lini nima qilib biz Amerikaga ketyapmiz deyordiki, haligi уже o'zgardi, kulib, sal o'tirgan joyidan sal nariroq ham qilib qilib, "Sen Amerikaga borasanmi?" deb qoldi. Shu bilan hamma biz Amerikaga ketyapmiz dedi. Eshitdingizmi deyapti yana hali. Xuddi hali unga yodlatgandek dedi. Lekin nima? Yaxshi dedi. Biznes tasdiqlanib tabriklaymiz dedi. Shu bilan hozir men sizga qog'ozcha beraman, shu adresdan olasizlar dedi. Dedi, shu bilan bo'ldi, xursandchilik. Hayajon ham o'tib ketdi hali joyda. Endi keyingi jarayonlarimiz mana olib chiqishibdi vizalarini. Uni qog'ozchani olib bering-da. Bu yerda sariq papka ochilmasin deyildi. O'zingizga ham aytdilar shuni, ochilmasin. Ochilmasin deyildi. Bu endi Amerikaga qo'nganda shu ofitserga beriladi. Shunga endi meni endi maslahatim biz tanigan, bilgan shu vodiy ahliga Toshkentdan ko'ra mana yaqinroq o'zimizni Farhod aka ham shu sohani mutaxassisi. Shunga endi meni endi maslahatim biz tanigan, bilgan shu vodiy ahliga Toshkentdan ko'ra mana yaqinroq o'zimizni Farhod aka ham shu sohani mutaxassisi ancha yildan beri. Endi deyotganim aka, to'g'risi bilmaganlar hozir uni internetda reklamaga uchib Toshkentga boryapti, lekin Toshkentda bir marta bilan ish bitmayapti. Bitmaydi-da, men ko'ryapsiz, necha marta chaqirdim o'zingizni. Har chaqirganda borish kerak. Men endi demoqchiman shu vodiy tarafdagilarga yaqinda baribir. Yaqin, qulay va yaqin. Qulay va yaqin. Endi boshqa tomondagilar ham endi to'g'risi murojaat qilsa ham bo'ladi. To'g'ri. Demoqchiman, men o'zimiz tarafdan deb odamlarga bir shunaqa maslahat, o'zini ishini ustasi Xudo xolasa kelsa mana chiroyli qilib, xuddi shunaqa qilib hujjatlarni boshidan oxirigacha turamiz. Mana Xudo xolasa mana olib chiqishdi. Shu endi bo'lmasa ham omad endi Xudo xolasa endi Xudo xolasa yaxshi borib omad berib Xudoyim barakali qilsin, asosiysi o'zini panohida asrasin. Bo'ldi, bo'lmasa ham Zoirbek rahmat. Sizga ham katta rahmat, ishonib mana Xudo xolasa yaxshi yetib olinglar. Iloyim, ishlaringiz bundan-da ziyoda bo'lsin, yaxshi bo'lsin, martabalaringiz ulug' bo'lsin, ashig'ida ham hurmat orttirib, Xudo xolasa yaxshi yuringlar, tinch bo'linglar. Yana yangi videolarimizni ko'rishguncha xayr qilib qolamiz.